Xush kelibsiz Sukunaning yovuzlik oshxonasiga. Billa bu ukasini zo'rlagan ayol-ku. Haligi steak yemoqchi edim. Steak? Yebat! Qani edi uni ukasi bo'lib qolsam, hoy tezda steak tayyorla. Yo'q, xudoyim, boyagi go'ja emasmi? Yo'q, go'ja bu yerda nima qiladi? Menimcha bizda steak tugab qolgan. Odatda steak olib kelgan yordamchimni jo'natardim, lekin u bu yerda yo'qga o'xshaydi. Lekin hozirgina o'tib ketdi-ku. Bugun kelmagan dedim-ku sizga, yaxshi ayol bo'ling-da. Tezda oshxonani orqasiga o'ting. Negadir u yer xavflidek ko'rinyapti. Bormayman u yoqqa. Mayli, qani ketdik. Ha, yumshoqqina steakni topdim. Mana steakni topdim endi. Ketsak bo'ladimi? Kechirasiz, nega menga bunaqa qarayapsiz? Naqadar ajoyib ayol go'shti. Nimalar deyapsan? Mazali kattagina yumshoqqina. Janob, yaqinlashmang. Xudoyim, bu gunohimni o'zing kechirgin. Voy, nima dedim? Qani yo'qol. Orqangni o'gir bo'lmasam kabob apparatim ishlamay qoladi. Nima qildim o'zi? Yovuzlik maqbarasi. Orqa tomondan zarba. Xo'sh, nima xohlaysiz? Steak yemoqchiman. Endi bo'lsa oldingni o'gir. Menyudagi o'zingizda xohlaysizmi? Go'ja steak 50% chegirmada. Bu menmi? So'kingan joylarimiz uchun uzr va yomon xayolga bormanglar.